Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Do'stlar, mana bugun dushanba. Hop, kunni ham boshlab oldik. Xudo xohlasa, mana pre-market bozor ochilishiga yaqin mana yarim soat bor yana bozor ochilishiga. Hozir bizda yaxshi vaziyat bo'lyapti. Umuman short pozitsiyaga short trendga yaxshi vaziyat bo'lib turibdi hozir. Hop. Sababi nima deydigan bo'lsak, umumiy trend ertalabdan beri bozor ochilganidan beri short trendda va hozir mana narximiz 50% muvozanat nuqtasiga yetib keldi va men bu yerda hozir oltda kirmoqchiman. Stop lossimiz mana bu joyda bo'ladi. Order filled. Mana $330. Hop, yaxshi. Sell limit. Muvozanat nuqtasidan narximiz oxirgi minimumiga qadar yana ushlab turmoqchiman. $1000. O'zi asli Order filled. sell side liquidity zonamiz mana bu joyda. Mana shu joygacha ushlab turmoqchiman sell sidegacha. Hop, stop lossimiz $600. Agar hozir stop tushadigan bo'lsa, $600 ziyonni bugungi kunda boshlaydigan bo'lamiz. Qani, kiritamiz.
Hop, yaxshi. Narximiz tushyapti. Ana, stop lossimizni olmadi. Kuzatamiz. Yana 5 minutli yopilishiga 15 sekund bor. Undan keyin ko'ramiz. Hozir yaxshigina tushish bo'lyapti. Narximiz oshib ko'tariladi yana. Hop, yaxshi. Biz stop lossimiz olgani ketyapti. Stopni oladi hozir. Order filled. Birinchi savdoni ziyon bilan boshlab oldik. Endi ozgina kutamiz, bozor ochilsin, holatni qarayapti.
Hozir bozor ochilishi bilan katta ehtimol mana shu sell side liquidity zonamizni olgandan keyin katta kuch bilan yuqoriga harakatlanish kutishimiz mumkin. Buy side liquiditygacha, mana bu zonagacha. Hop. Ozgina kutamiz. Juda chiroyli qaytish bo'lyapti. Hop, mana shu joydan men ikkinchi marotaba short giraman. Chunki narximiz mana bu joydan 1, 2, 3, 4 marta qaytdi. Katta ehtimol mana shu joyga intilyapti hozir narximiz. Hozir mana bu joyda oxirgi minimumda market shift holatiga uchratgandan keyin men savdoga kiraman shortga. Bizda hozir mana shu joyda struktura buziladi, bozor strukturasi va mana bu holat bo'ladi katta ehtimol bilan. Mana shu holatni kuzatamiz. Mana yerda bozor strukturasini o'zgartiradi. Aniqroq holatda mana bu joy, mana bu joyda bo'ladigan bo'lsa, chunki bu yerda likvidlik bor, mana ko'rishingiz mumkin. Bozorda mana bu joy, mana bu narx oralig'ida zonada bu shamda yaxshigina likvidlik bilan pastga tushgan va maydalashib yana bozor ko'tariladi. Hozir bozor noaniq bo'lyapti, chunki bozor ochilishiga yana 20 minut qoldi. Undan keyin yaxshigina yurish bo'ladi. Hozir tarafkashlik bo'lyapti, faqat bitta narx oralig'ida oldi-sotdi bo'lyapti. Agar hozir mana bu market shift bo'ladigan bo'lsa, bozor buzilish holati kuzatiladigan bo'lsa, men yana qaytadan short pozitsiyaga kiraman. Hamda inoming büyük, qilganing insonga ikroming büyük, cennetingdek dini isloming büyük, bu büyüklükler celalingden senin. Sen yaratmış iki dünyaing tügel, her sıfating, hemme esmaing tügel, berçe menleylerde imlaing tügel, dilleri içre çekken imzaing tügel, bu tügellikler kemalinden senin. Sen yaratgan alemu inson güzel, sen yuborgan Mustafa Kur'an güzel, sen buyurgan her amel iman güzel, ruhları içre süngening vicdan güzel, bu güzellikler cemalinden senin. Her işin, her sözü ahkaming büyük, hem cezaing hem de inaming büyük, qilganing insonga ikroming büyük, cennetingdek dini isloming büyük, bu büyüklükler celalingden senin. Sen yaratmış iki dünyaing tügel, her sıfating, hemme esmaing tügel, berçe menleylerde imlaing tügel, dilleri içre çekken imzaing tügel, bu tügellikler kemalinden senin. Sen yaratgan alemu inson güzel,
Sen yuborgan Mustafa Qur'on go'zal, sen buyurgan har amal iymon go'zal, ruhlari ichra sunganing vijdon go'zal, bu go'zalliklar jamolingdan sening. Her ishing, har so'zu ahkoming buyuk, ham Hop, do'stlar, mana demak trendimiz tarafkashlik yo'li tomonga yurib boshlandi. Biz endi narx o'sishiga pozitsiya qidiramiz. Market shift holati bo'lyapti mana. Va bizda endi long pozitsiyaga yaxshigina imkoniyatlar qidirsak bo'ladi va kichkinaroq likvidatsiyaga o'tsak ham bo'ladi. Chunki bozor ochilishiga 15 minut qoldi. Kichkina time frame'dagilar ham yaxshigina ishlashni boshladi. Hop, gap nuqtamiz juda chiroyli chiqyapti. Mana bu holatdan olamiz. Shu holatda mana shu joygacha narximiz tushsa, biz savdoga kiramiz. 15 lot yetarli, chunki boya 600 ziyon bo'ldi, 619. Hop, qani kutamiz. Boshlandi savdoyimiz. Market shift holati bo'ldi. Va biz bu yerga qo'yamiz. Market shift. Hop. Market shift. Endi biz mana bu zonagacha narxni olishimiz mumkin. Buy side liquidity zonasigacha. Order filled. Juda yaxshi. Savdoga kirdik. 15 lotda. Hop, yaxshi. Bozor yuryapti, likvidatsiyada. Umuman kichkina time frame'damiz biz. Ko'rishimiz mumkin. 15 sekundli time frame'da bu ham likvidli sarflanganligi sabab bunda bemalol ishlasak bo'ladi. Bu yerda market shift holati va bizda bu yerda nima bor? Gap bor. Narximiz yaxshigina bu yerdan yuqoriga harakatlanib berishi kerak endi bizga. $1600 foyda bo'ladi. Mana bu ko'rishimiz mumkin. Oddiy kichkina time frame'larda o'zida 1 minutlik holatiga tushuntiraman sizlarga. Oddiygina, misol uchun bozor holati mana ko'ryapmiz, narximiz range holatda tushdi-da, ozgina yurdi mana bilan. Mana yonboshgacha ozgina range holatda tushdi va narximiz yorib o'tdi. Market shift qilyapti, bozor strukturasini buzdi-da, endi ortga qaytyapti. Narximiz muvozanatlayapti. Mana shu yerga tortadigan bo'lsam, Fibonacci'da 50% holatga kelishi mumkin. Mana ko'ryapmiz, mana 50% dan narximiz muvozanatlagan holatda yuryapti. Har doim bozor algoritmda ta'sir bu hammasi algoritm, yetkazib berish algoritmlari vaqt bilan o'zini vaqtlariga asoslangan holatda likvidlik bilan ishlaydi. Buy side, sell side likviditlar olgan holda shu algoritmlar asosida ishlaydi. Ko'ryapmiz, narx bir-birini muvozanatlagan holatda ketyapti. Hozir 50% narx muvozanatladi. Uzun likvidatsiya bilan tushdi va endi hozir katta ehtimol bilan narximiz buy side likvidity olishga urinyapti. Yuqoriga qarab harakatlanish boshlayapti. Tarafkashlik o'zgarishni boshladi. Hozir bozor ochilishiga 10 minut qoldi. Bungacha kuzatamiz. Katta ehtimol agar katta likvidatsiya sababli biz stop lossimizni olish mumkin, lekin umumiy holatda, misol uchun soat hozir 9:30 dan keyin biz Amerika vaqti bilan 1 soat 7:30 bo'lsa, 7:40-45 dan keyin 15 minut o'tgandan keyin bozor o'zini holatiga kelib qoladi. Tarafkashlik qayoqqa bo'lsa, o'sha tomonga yurishni katta kuch bilan o'sha tomonga yurishni boshlaydi. Kuzatamiz endi. O'shanga yarasha biz stop lossimizni ham kichkina aytirib qo'ysak bo'ladi. Kontrol Z
Stop loss kichkinaytiramiz, sababi likvidlik hozir baland, shuning uchun 15 lotda o'zida $350, $60 atrofida stop qo'yapman. Kuzatamiz endi. Jazoing hamda inoming buyuk, qilganing insonga ikroming buyuk. Jannatingdek dini isloming buyuk, bu buyukliklar jalolingdan sening. Sen yaratmış ikki dunyoing tugal, har sifating hamma asmoing tugal, barcha manglaylarda imloing tugal, dillar ichra chekkan imzoing tugal, bu tugalliklar kamolingdan sening. Sen yaratgan olamu inson go'zal, sen yuborgan Mustafa Qur'on go'zal, sen buyurgan har amal iymon go'zal, ruhlari ichra sunganing vijdon go'zal, bu go'zalliklar jamolingdan sening. Har ishing, har so'zu ahkoming buyuk, ham jazoing hamda inoming buyuk, qilganing insonga ikroming buyuk. Jannatingdek dini isloming buyuk, bu buyukliklar jalolingdan sening. Sen yaratmış ikki dunyoing tugal, har sifating hamma asmoing tugal, barcha manglaylarda imloing tugal, dillar ichra chekkan imzoing tugal, bu tugalliklar kamolingdan sening. Sen yaratgan olamu inson go'zal, sen yuborgan Mustafa Qur'on go'zal, sen buyurgan har amal iymon go'zal, ruhlari ichra sunganing vijdon go'zal, bu go'zalliklar jamolingdan sening. Har ishing, har so'zu ahkoming buyuk, ham jazoing hamda inoming buyuk, qilganing insonga ikroming buyuk. Jannatingdek dini isloming buyuk, bu buyukliklar jalolingdan sening. Sen yaratmış ikki dunyoing tugal, har sifating hamma asmoing tugal, barcha manglaylarda imloing tugal, dillar ichra chekkan imzoing tugal, bu tugalliklar kamolingdan sening. Sen yaratgan olamu inson go'zal, sen yuborgan Mustafa Qur'on go'zal, sen buyurgan har amal iymon go'zal, ruhlari ichra sunganing vijdon go'zal, bu go'zalliklar jamolingdan sening. Har ishing, har so'zu ahkoming buyuk, ham jazoing hamda inoming buyuk, qilganing insonga ikroming buyuk. Jannatingdek dini isloming buyuk, bu buyukliklar jalolingdan sening. Sen yaratmış ikki dunyoing tugal, har sifating hamma asmoing tugal, barcha manglaylarda imloing tugal, dillar ichra chekkan imzoing tugal, bu tugalliklar kamolingdan sening. Sen yaratgan olamu inson go'zal, sen yuborgan Mustafa Qur'on go'zal, sen buyurgan har amal iymon go'zal, ruhlari ichra sunganing vijdon go'zal, bu go'zalliklar jamolingdan sening. Har ishing, har so'zu ahkoming buyuk, ham jazoing hamda inoming buyuk, qilganing insonga ikroming buyuk.
Cennetingdek dini İslam'ın büyük, bu büyüklükler celalinden senin. Sen yaratmış iki dünyayın tügel, her sıfatın hemme esmayın tügel, berçemen leylerde imlayın tügel, dilleri içre çekken imzayın tügel, bu tügellikler kemalinden seni. Sen yaratgan alemu inson güzel, sen yuborgan Mustafa Kur'an güzel, sen buyurgan her amel iman güzel, ruhları içre süngenin vicdan güzel, bu güzellikler cemalinden senin. Her işin, her sözü ahkamın büyük, hem cezayin hem de inamin büyük, kılgenin insanga ikramin büyük, cennetindek dini İslam'ın büyük, bu büyüklükler celalinden senin. Sen yaratmış iki dünyayın tügel, her sıfatın hemme esmayın tügel, berçemen leylerde imlayın tügel, dilleri içre çekken imzayın tügel, bu tügellikler kemalinden seni. Sen yaratgan alemu inson güzel, sen yuborgan Mustafa Kur'an güzel, sen buyurgan her amel iman güzel, ruhları içre süngenin vicdan güzel, bu güzellikler cemalinden seni. Her işin, her sözü ahkamın büyük, hem cezayin hem de inamin büyük, kılgenin insanga ikramin büyük, cennetindek dini İslam'ın büyük, bu büyüklükler celalinden senin. Sen yaratmış iki dünyayın tügel, her sıfatın hemme esmayın tügel, berçemen leylerde imlayın tügel, dilleri içre çekken imzayın tügel, bu tügellikler kemalinden seni. Sen yaratgan alemu. Assalomu alaykum do'stlar. Hop, ko'rib turibmiz, mana bozor ochilishiga 2 minut qoldi. Hozir biz $700 foydada turibmiz. Ko'ramiz yana qani, ozgina qoldi. Mana 9.28. 15 lotda bezubikka qo'yib qo'ydim. Hozir $700 foydani baridan kechamiz. Agar yaxshi yuradigan bo'lsa, narximiz take profitimiz bo'lishi ehtimoli yuqori. Kutamiz qani. Tugan 28. Hop, yaxshi. Yaxshi. 29. Sizda mana bu joyda mana 1 minutlik tayinlandi. O'zida order blok hosil qildi. Manfiy order blok bor bu yerda. Demak, umid bor. Hozir 30-minutimizda ham yaxshigina yuqoriga harakatlanish otish ehtimoli ko'proq. Hop, kuzatamiz. Ozgina qoldi. 1 minut. Hop, yaxshi. Hop, ketdi yuqoriga. Hop, yaxshi. 800. Hop, ochildik. Narximiz ochildi. Qani ko'ramiz. Hop, yaxshi. Hadi. Ol endi.
take profit olish ehtimoli yuqori bo'lib turibdi. Hozir 1/1 agar narx qaytgan holatda ham. Order filled. Yes. Bo'ldi. $100,000 ishlab qo'ydik. Technically $1,019 foydadamiz. Bugunga yetarli mana pre-market va bugungi bozorimiz juda chiroyli. Mana ko'rganimizdek Baysat liquidity yetishlar oldi. Birinchi savdoyimiz $600 degan, ikkinchisi 1,650 foyda. Hammaga rahmat.